Bolalar, sizlar bilan Toshqulov. Bolalar, bugun sizlar bilan buldrop case qilamiz. Biz buldropga bugun tekinlik case'ga promokod olib qo'yganmiz. Jim ustozga, ya'ni bu yerda emas. Sizlarga ham tekin case bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib o'tsalaring bo'ladi. PUBG Mobile case'dan biz 19lik Jim ustoz case'ini ochib ko'ramiz hozir. Bizga qandoq berar ekan ko'ramiz. Pastroq tushsak bizda Jim sokin ustoz, ya'ni ustoz korоче. Shu ustoz ochib ko'ramiz hozir. Qani bismillah, mana shulardan berib borsa bizga qichu ish bo'lardi, zo'rlardan berib borsa. Bu yerda lekin musurlari ham bor bolalar, ko'ryapsizlar. Hammasini bitta ko'rib chiqamiz. Keyingi videomizga bolalar biza qanaqa case ochishimizni komment yozib qoldiringlar. Shu case'ni albatta ochaman. Open case'imda men 12 dan berish 16% da Zaynab. Ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Orqalariga ketdi bittali. Telefon sal qotish bo'lyapti telefonda. Untaliklarga o'tib kelyapti. Ketdi, bismillah vallahi. Qani bizga nima berar ekan bolalar? Bizga yaxshiroq narsa ber. Necha? 20 bizlarda bor bolalar. 20 bulk o'yinimiz bor bizda. Tekin case'dan 20 bulk o'yin ishlab oldik. Endi qaytamiz bu yoqqa. Telegramdan tekin promokod olyapman. Buldrop bilan shartnoma qilamiz yaqinda bolalar. Bu yoqqa soat 2 standoffga o'tib olamiz. Bu nima sayt, nima kerak bu saytni ochib deganlar uchun bolalar, bu saytdan PUBG ga UC chiqarsak bo'ladi. PUBG o'ynaydiganlar uchun PUBG ga UC chiqarsak bo'ladi bu yerdan. Bepul case'lar. Bu yerda tekin case'lar bor. Telegram VK degan bolalar. Telegram ustiga bitta bossak, bizda Telegram hisobingizni ulang deb bog'lab. Ulayman hozir bolalar, yana bitta tekin ochib ko'ramiz sizlar bilan. Ulab ko'raman hozir, yangi tekin ochib ko'ramiz. Telegramga o'tib olishim kerak. Telegramdan bizga xabar keladi. Mana tasdiqlashni bitta bosaman. Tasdiqlandi bolalar. Shunday tasdiqlandi. Endi yana buldropga qaytamiz. Qabul qilishni bitta bosamiz. Ana sen endi tekin case ochalasan deyapti bolalar. Bolalar, videoga like bosishni esdan chiqmasin va keyingi videomizga biza qaysi case'lar ochishlaringni yozib qoldiringlar. Ushbu profil boshqa akkauntga bog'langan. Va qo'yi nasakan. Nu mayli bolalar. Bolalar, bizda buldrop uchun signal bor. Hozir signal ishlatib ko'ramiz sizlar bilan. Buldropda signal nima desalarim, bu yerda o'yinlar degan joyi bor. O'yinlardan sapyorga o'tib olamiz. Sapyor uchun bizda signal bor. Bizda 20 balansimizdan hozir bu yerga davay 2000 necha qo'ysak bo'ladi bu yerga? 2.43 qo'yamiz. Boshlashni bosamiz. Hozir kelaman. Telegramga o'tib olaman bolalar. Menga bu yerda buldropga signalim bor. Buldropga qidirishga o'taman. Buldrop sig. Mana bolalar, buldrop signal degan bot bor. Buldrop signaldan men o'zimga hozir
Mana qaranglar, birinchisi, uchinchisi. Birinchisida xavfsiz katta ekan, ishlashi mumkin, lekin menda ko'p holda ishlaydi bu signal bolalar, lekin ishlamay qolishi ham mumkin bu signal. Mana qaranglar, birinchisi deyapti. Mana uchinchisi, yana bittasi deyapti. Mana o'sha bizda ishladi 3.4. 4 ta olamiz, 21.4. Bolalar bizga yetadi. Bir kunda bir marta signal ishlatsalar ham bo'ladi. Hozir ikkinchisini ham ishlatsam, menga minus beradi, siradi buldrop. Biz bu balanslar bilan ko'tarib ko'ramiz. Oxiriga tushsak, kichkina keyslar bor. Eng pastga tushishimiz kerak edi. Qisqasi. Eng pastdan tebroqqa chiqib ketaveramiz. Bizlarda 21 balansimizga mos. Bu hech qachon bularni ochmanglar bolalar, bular faqat minus beradi. 17 lik keysdan, buqali keysdan ochib ko'rishimiz mumkin. 29 lik yetmaydi bizda. 19 lik Mr. Beast keysidan ochmayman. Yedirishi mumkin. Katta yedirish ehtimoli. Bu yerlar ham yediradi. Hammasi yoki hech narsa. Bu yerlar ham bo'lmaydi bolalar bizga, bu qizlar ham bo'lmaydi. Biz bu yerdan qaysi keysni ochamiz? Hammasi qimmat keyslarda bolalar. Tyler Durden. Короче, bir bo'lmaydi menimcha. Eng pastdagi keysdan risk qilib ko'ramiz bolalar. Mana shu bronza buqadan ochib ko'ramiz. Bizga foyda berish kerak-da, bolalar. Foyda bersa bizni 100 chiqarib ketsak zo'r bo'lar. Men bu yerda mana shu ikkilardan, mana shu orужиеlardan berib bo'lsa zo'r, mana shu P90lardan berib bo'lsam rozi bo'lardim. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani buldrop bizga yaxshiroq narsa ber. Bizga bitta musurchasini berib qo'ydi. Musurchasini 12. Minusda bu 17 da bizda. Ketdi biza bitta ochib ko'ramiz. Bu yerda yana keys bor bizda. Shu keysdan ochib ko'ramiz. Buldropimiz sal qotyapti-da. Sokin ustos. Shundan ochib bo'lardi lekin. Mana shu qo'llab-quvvatlash keysidan 3 tali ochib ko'ramizmi bolalar? Qo'llab-quvvatlash keysidan 3 tali ochib ko'ramizmi? O'rtacha kichik xavfga qo'yamiz. Kichik xavf. Qani 3 talik. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bizga bir yaxshirog'ini bersang zo'r bo'lardi buldrop. 10 berdi bizga. 2 talik ochamiz endi bolalar. Bismillahirrohmanirrohim. 11. Ketdi bolalar, yana bitta. Videomiz 10 minut bo'lib qo'yapti bolalar. 10 minutda videomizni to'xtataman. Qani bir normalni ber, ketaman. 6 bir xil beryaptimi? Yeti ekan bizlarda, yana bitta ochaman bolalar. Mana oxirgisi to'xtataman videomizni. Bo'ldi, bitta zo'rini ber. Yetdi bolalar, bo'ldi. Yetadi bizga. Короче, shuncha ochdik. Bolalar, короче, keyingi videomizga qaysi keyslarni ochish yozdiringlar, yozib ketinglar. Shu aytgan keyslarni ochaman. Или, like bosish esdan chiqmasin. Sizlarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Chamanglar, sog' bo'linglar.